Bir necha yillar avval ushbu videoni ko'rarkanman, rostayam havas qilgandim. Boshqacha emotsiya bilan ko'rganman. Shu yo'nalishda ish boshlaganimizga 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, faqat xalq rozi bo'lsin deb ishladik. Bayramlarda chegirmalar uyushtiramiz va bulardan Ramazon chegirmasi, juma hadyasi va albatta juma kungi har bir pechoniyimizdan skidkalar. Va bugungi kunga kelib, muborak Ramazon kunida Ramazon chegirmasi tortimiz kecha xuddi shu videodagi kabi ochirit bo'lib magazinimiz yonida mashinalar probka bo'lib ketdi va mingdan ming oilalarning xonadoniga bizning Muzdalifa torti Ramazon shukuhi bo'lib kirib bordi. Ko'zimda yosh ila ushbu satrlarni yozdim. Biz maqsadimizga yetdik. Nima ekan maqsadi deb hayron bo'lyapsizmi? Xo'jayinim aytardilar, har bir xonadonda Ramazon shukuhi bo'lsa, bolalar xursand bo'lsin, hamma xursand bo'lsin deganlar. Bundan birorta daromad ko'zlamaganmiz. Har bir ishda Allohimdan so'rab harakatni qilaverganmiz. Bugun Muzdalifa asoschilari Abduqayyumovlar sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan hali bundan-da ko'proq yaxshiliklar qilamiz. Lekin bizni ozgina xafa qilib turgan vaziyatlar va so'zlar bor. Biz o'zimizni oqlamaymiz. Lekin bizni aziz Muzdalifa kuzatuvchi va xaridorlari shu video tagida biz haqimizdagi so'zlarni yozib qolishingizni iltimos qilib qolardik. Shu bilan birga mahsulotimiz yoqmagan xaridorlarimizdan uzr so'rab qolamiz.